Farid Usmon Bobur podshoh 12-qism. Davonmisan davon. Bobur odamlari bilan kechdan chiqib Hisor sari yo'lga tushdi. Yo'lda ketarkan kichik xon tog'asi oldiga borishni o'yladi. Borishdan maqsadi Samarqandni olishda uning ko'mak bermasligini bilish edi. Lekin u Kamrut bilan yuqorilab borib sira tog' davonidan oshishni ma'qul ko'rdi. Uni tog' manzarasi maftun etardi. Bundan tashqari, bu kimsasiz manzillar chop-chop, quvdi-quvdilardan toliqqan ko'ngliga orom baxsh etardi. Kamrut darasiga yetganda tan soqchisi Sherali yo'q bo'lib qoldi. Surishtirsa, u qochib ketgan ekan. Bobur uning qochib ketishini ikki ma'noda deb mulohaza qildi. Birinchisi, mashaqqatli va qo'rqinchli bo'lgan baland cho'qqilarga yondosh yo'llardan o'tib borishdan qo'rqish bo'lsa, ikkinchisi bemaqsad, foydasiz o'tayotgan nihoyasi yo'q kunlarning behisobligi va qochib ketib qayda bo'lsa ham tirikchilik ko'yida jiddiyroq kirishishdan deb bildi. O'zi shunaqa edi u vaqtlarda odat. Bek ham, navkarlar ham qochib ketaverar, omad yurishmasa shunday qilishar. Omadi yurishayotgan, qo'li baland kelayotgan hukmdorga borib qo'shilish oddiy hodisa edi. Ertasi ko'chbek ketdi. Ular yuqorilashgan sari yo'l torayib borar edi. Tubsiz jarliklar ko'zga tashlanar, uzoqroq pastga qarab turilsa agar bosh aylanib ketishi mumkin edi. Shuning uchun ko'zlar yo'ldan uzilmas, tog' yonbag'irlariga, asrlik qoyalarga boqqancha ehtiyotkorlik bilan asta-asta yurib borlardi. O'tish qiyin bo'lganidan ko'p ot va tuyalarni pastda qoldirishga to'g'ri keldi. Davonmisan davon boshlangandi. Bobur hech qachon bunday baland, bir soniyalik ehtiyotsizlik bo'lsa, pastga uchib ketish mumkin bo'lgan o'ta xavfli yo'ldan yurmagan edi. Ancha azob tortishga to'g'ri keldi. Mashaqqat bilan bo'lsa-da yurib borildi. Tor, faqat bir otliq o'tishi mumkin bo'lgan ingichka davondan o'tib borilarkan, otlargagina emas, uning ustida turgan sivoriylarga ham juda qiyin edi. Ba'zi joylarda otlarni yetaklashga to'g'ri kelar, ularning ko'zlarini yopqichlar bilan to'sib, aldab-suldab yetaklab borilardi. Eng baland davonga chiqilgach, ko'zga Fon tumani tashlandi. Pastda yastanib yotgan bu manzil ajoyib ko'rinishga ega edi. Havoning ochiqligi, quyoshning charaqlab nur sochishidan yashilliklar bag'rida burkangan makon o'zgacha go'zal manzara kashf etib turardi. Bobur bu manzaraga bir on tikildi-da, chuqur nafas oldi. Hov pastda jilvalanib turgan ko'lga tikilib qoldi. Tog'lar orasida ko'k shoyidek kishini o'ziga bir ko'rishda maftun etuvchi ko'lga boqib turib, o'zicha nihoyatda go'zal deb pichirlab qo'ydi. Ortida turgan otliq mulozimga qarang, qanday maftunkor dedi. Mulozim juda ham deb tasdiqlagan bo'ldi. Fon tumanini chekkalab, uni o'ng qo'l tarafda qoldirishib, otliqlar Pushtut sari yurib ketishdi. Fon tumani hukmdori saxovat va odamiylikda ancha nomdor bo'lgan, bir vaqtlar Husayn Mirzo inisi Boysunqur Mirzoga borganda Samarqandga shu yo'l bilan o'tganda unga 70-80 ot va boshqa saxovatlarni ham chiroyli ado etgandi. Bu gal Bobur Mirzoga unday qilmadi. Bor yo'g'i bir nochor ot yuborib, hatto o'zi uni qarshilagani chiqmadi. Shuning uchun u saxovat bilan mashhur bo'lgan el bizga kelganda xasis bo'ldi. Muruvvat bilan dong'i chiqqan elning muruvvati unutiladi deb yozarkan, Xisravshohning bir vaqtlar qilgan munosabatlarini esga oldi. O'shanda Xisravshoh Boburni yosh deb nazarga ilmaganmi, navkarga qilgan odamgarchilikni unga qildi. Boburning oddiy navkaricha ham ko'zga ilmaydi. Natijada Bobur keyinchalik quyidagi baytli g'azalni yozgan edi.
Kim ko'ribdur ey ko'ngil, ahli jahondin yaxshilik. Kimki ondin yaxshi yo'q, ko'z tutma ondin yaxshilik. Boburning olis va mashaqqatli yo'ldan o'tib kelishidan asosiy maqsad Samarqand uchun yana bir bor urinib ko'rish edi. Shu damlarda uning odamlari bor yo'g'i 240 kishi edi. Shu 240 kishi bilan Samarqand atrofiga kelib turarkan, o'sha fursatda u ajoyib bir tush ko'radi. Tushida Hazrati Hoji Ubaydulloh kelganmish. Uning oldiga odmiroq dasturxon solinganmish. Bu hol Hazratga malol kelgandek bo'larmish. Mullo bobo Boburga ishora qilib, yaxshimas bu ishimiz degandek bo'larmish. Bobur, bu mening ishim emas, dasturxon soluvchining xatosi deb imo bilan tushuntirgan bo'larmish. Hoji Boburning uzrini qabul qilib, o'rnidan turarmish. Uyning dahliziga chiqib, Boburning chap qo'lidan olib, bir ko'tararmish. Boburning bir oyog'i yerdan uzilarmish. Hoji Boburga qarab, turkiy tilda "Shayx maslahat berdi" dermish. Uyg'onib ketsa tush, Bobur Samarqandga Feruza darvozasidan kirib bordi. Yigitlari tadbir bilan ish olib borgani uchun shaharni tunda egallash oson ko'chdi. Shahar xalqi Boburni va uning tarafdorlarini xursandchilik bilan qarshiladi. Chunki yurtga haqiqiy daxldor bo'lgan shahzoda Temurning aqlli va tarbiyali avlodi Bobur Mirzo kelgan edi. Shahar xalqining undan umidlari katta edi. Shuning uchun keyinchalik Bobur Tangri ishimni to'g'irladi, Samarqand egallandi deb yozgan edi. Atrofda Samarqandni olish uchun, unga egalik qilish uchun doim xavf solib turgan Bobur yozganday, Shayboqxonday bir dushman bo'lishiga qaramay, Boburning ishi taraqqiy etib turgan edi. U Samarqandni olish arafasida qiz ko'rdi. Bu uning birinchi farzandi edi. Bobur bu vaqtda 19 yoshda edi. Sulton Ahmad Mirzoning qizi Oysha Sulton begimdan tug'ilgan qizning ismini Faxriniso deb qo'ydilar. Lekin bolaning umri qisqa ekan. Bola tug'ilganiga 40 kunga yetmay, Xudo rahmatiga oldi. Bobur Andijondan chiqqandan beri onalari, qarindosh urug'lari ham Andijonda qolmay, ortidan yo'lga chiqqan edilar. Ular ko'p qiyinchiliklar bilan O'ratepaga kelishgandi. Bobur odam yuborib, ularni Samarqandga olib keltirdi. Bobur Samarqandda g'alaba qozongandan so'ng atrofda garillab yurgan, yurtga dag'dag'a qilib turgan xonlar, sultonlar, amirlar va boshqa bir qancha toifalar bilan munosabatlarni shakllantirish uchun muntazam ravishda elchilar yuborib turdi va ularning elchilarini qabul qila boshladi. Bobur ulardan tortinmay ko'mak va madad so'radi. Ba'zilari xayrixoh bo'ldi, ba'zilari Boburni o'zi yozganday beodoblik va yengiltaklik bilan uni tan olmadilar. Unga yordam qilganlar esa shunchaki murosa uchun yordam qo'lini cho'zishgandi. Bu vaqtda Bobur boshidan o'tkazayotgan siyosiy ahvol ana shunday edi.